O'zgidromet 3 va 6 aprel kunlariga ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib, obuna bo'lishni hamda videoni maksimal darajada tarqatishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doim qo'llasin. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 3 aprelda 18-23, 4-5 aprelda 20-25, 6 aprelda 15-20 gradus bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 6 aprelda 10-15 gradus, kunduzda 17-22 dan 23-28 gradusgacha o'zgarib turadi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Faqat 3 aprelda Toshkent, Sirdaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 gradus, kunduzi 19-24 gradus, 5-6 aprelda 21-26 gradus bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 gradus, kunduzi 18-23 gradusdan 23-28 gradusgacha o'zgarib turadi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, 3 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. 4-6 aprelda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 3 aprelda 23-28 gradus, 4-6 aprelda 21-26 gradus bo'ladi.